Judayam qiziqarli bo'ldi. Hammamiz ham hamkorlikda, hamjihatlikda ishladik. Bir-birimizni to'ldirdik. Haqiqatdan ham yaxshi tayyorgarlik ko'rishdi. Hamma mahsulotlar yangi, tozalangan. Hammasi sarxil mahsulotlar. Hamma tayyorgarlik ko'rilgan, hamma qoidalarga amal qilgan holda bajardik. Xatolarimizni tuzatdilar ustoz va qanday tayyorlanishlarini ketma-ketlikda chiroyli qilib tushuntirib berdilar. Men masalan hecham qilmaganman, tayyorlamaganman. Mana uyga borib albatta bolalarimga tayyorlab beraman. Tayyorini yerdim, lekin o'zim tayyorlab ko'rmagan edim. Buni endi tayyorlayman va xudo xolisa baza qilib yevoramiz. Hamma ustozlarga rahmat. Yonimizdagi ustozlarga ham rahmat. Mana yonimizda Gulnozaxon bilan Shahlo opam yordam berib turishdi. Masalan, nima deydi? Hamma tomonlama bir-birimizni qo'llab-quvvatladik. Rahmat hammaga. Mana shu seminar menga yoqdi. Surayevga rahmat deyman. O'rgatish metodikalari zo'r ekan, lekin to'g'risi amaliyda masalan ko'rdik, mana harakat qildik. Mana o'zimdan kelib chiqib aytaman, qilishga harakat qildim. Bilmaganim lekin o'rgatadilar, rahmat. O'rgatish metodikalari yoqdi.